Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Navbatdagi darvozamizni yana o'z egalariga topshirdik. Ob-havoga qaramasdan ishni olib boryapmiz xalq xizmatida. Bu darvozamizni fasoni neoklassika deyiladi. Shu usulda yasalgan. Yuqorilari lazerlari ochilmaydi. Gluxoy hisobiga undan pasti ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Ochilishini ko'rishingiz mumkin. Yuqori qismi ochilmaydi. Lazeri undan past ochiladi, xuddi mana shunday bo'lib. Davlatbek